Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchilar. Jismoniy shaxslar uchun soliq imtiyozlari davlat soliq siyosatining muhim qismi hisoblanadi. Masalan, talabalar tomonidan ta'lim uchun to'langan shartnoma kontrakt to'lovlari soliqqa tortiladigan daromaddan chiqariladi va natijada fuqarolarimiz to'langan daromad solig'ini qaytarib olishlari mumkin. Yoki xususiy bog'cha va maktablarga to'lovlarning qanchadir miqdorini ham qaytarib olish imkoniyati bor. Keling, navbatdagi tezkor, haqqoniy va qiziq loyihamizda yosh oilalar orasida eng ko'p beriladigan savol: kontrakt to'ladik, 12% ni qaytarib olish uchun nima qilish kerak degan masalaga javobni ekspertimiz jismoniy shaxslarning daromad solig'i ma'muriyatchiligi boshqarmasi davlat soliq katta inspektori Ulug'bek Rahimov bilan birgalikda bilib olamiz. Ulug'bek, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun sir emas, ko'pchilik ota-onalarimiz agarda ularning farzandlari oliy o'quv yurtida yoki boshqa yo'nalishda ta'lim olayotgan bo'lsa, o'sha to'langan kontrakt summalaridan 12% ni qaytarib olish imkoniyati borligidan xabardor. Lekin ayrimlar hali bu haqida tushunchaga ega emas. Keling, boshidan boshlaylik. O'zi bu qachon joriy qilindi? Nima maqsadda joriy qilindi? Qanday amalga oshirilyapti? Assalomu alaykum soliq to'lovchilar. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 378-16-bandida imtiyozlar bo'yicha, ya'ni shu professional va oliy ta'lim tashkilotlariga yo'naltirilgan to'lovlar bo'yicha imtiyoz qo'llanilishi belgilangan. Bu to'lovlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining 2010-yil 27-maydagi 2107 nizom bilan tartibga solinadi va o'sha 2010-yildan boshlab ta'limga yo'naltirilgan summalar bo'yicha imtiyoz qo'llanilishi belgilangan. Bu jarayonda soliq to'lovchilar yoki shu imtiyoz oluvchi jismoniy shaxs yoki o'zi mustaqil oluvchi jismoniy shaxslar bo'ladi yoki shu talabaning ota-onasi bo'ladi. Talabaning ota-onasi bilan birgalikda imtiyoz oluvchini 26 yoshga to'lmagan yo'naltirilgan summalar bo'yicha imtiyoz olinishi belgilangan. Endi hozirgi bugungi kunda shu ko'p beriladigan savollar: qanday tartibda olaman, qayerga murojaat qilishim kerak yoki nima hujjat taqdim etaman degan savol qiziqtiryapti. Buning uchun soliq to'lovchi yoki jismoniy shaxs soliq organlariga borishi shart emas. Ya'ni masofadan turib yoki uydan chiqmagan holda mobil ilova orqali yoki shu elektron raqamli imzo bilan may3.soliq.uz elektron soliq xizmat portalidagi jismoniy shaxsning jami yillik daromad to'g'risidagi interaktiv xizmat orqali belgilangan tartibda soliq deklaratsiyalarini yuborish orqali belgilangan imtiyozlarni olishlari mumkin bo'ladi. Shu soliq mobil ilovasi yoki May3dagi elektron xizmatimiz orqali yuborilayotganda quyidagi narsalarga e'tibor berish kerak. Biz bu jarayonda to'liq deyarli shu avtomatlashtirganmiz. Ya'ni shu imtiyoz oluvchining ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari yoki shu imtiyoz oluvchining farzandi yoki turmush o'rtog'i to'g'risidagi ma'lumotlarni hammasini avtomatlashtirganmiz. Ular o'zi avtomatik ravishda deklaratsiya taqdim etganda qadam-qadam ma'lumotlar o'zi avtomatik shakllanib turadi. Xususan ish haqi to'g'risidagi ma'lumot biz integratsiya qilganmiz. Qaysi yilga taqdim etilayotgan bo'lsa, o'sha yildagi shu jismoniy shaxsning imtiyoz oluvchini ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik kelib turadi. Keyingi qadamimizda shu imtiyoz hisobot shaklini to'ldirayotgan paytda yana bir narsani e'tiborga olganmiz. Bu yerda shu talaba yoki imtiyoz oluvchi o'zini farzandini Adliya vazirligi bilan integratsiya qilish jarayonida hozir biz yaqin qarindoshlar to'g'risidagi ma'lumotni olib kelganmiz. Bu yerda shu farzandi, turmush o'rtog'i to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik shakllanib turadi. Bundan tashqari biz oliy ta'lim bilan ham integratsiya qilganmiz. Talaba oliy o'quv yurtida, ta'lim tashkilotida haqiqatan ham o'qiyotgan bo'lsa, u to'g'risidagi ma'lumotlar, shu bosqichi, qaysi yo'nalishda o'qiyotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar, tuzilgan shartnoma nusxasini ham olib kelish imkoniyatini qilganmiz. Endi mana elektron tarzda deyapsiz, bu juda to'g'ri. Albatta shahar markazlarida bu yaxshi yo'lga qo'yilgan, lekin bugun deylik olis qishloqda o'sha ota-ona deylik bu mobil ilovadan foydalanish imkoniyati yo'q. O'shanday tarzda soliq inspeksiyasiga borib, mana shu belgilangan tartibdan o'tib, o'sha 12% ni olish mumkinmi? Soliq organlariga borish shart emas. Mobil ilova orqali biz shu professional va oliy ta'lim tashkilotlariga nodavlat bog'cha ta'lim, ipoteka kreditlari bo'yicha imtiyozlarni yuborish bo'yicha imkoniyatni yaratganmiz. Faqat shu jismoniy shaxs soliq mobil ilovasini yuklab oladi. Shu soliq mobil ilovasida personal xizmatlar bor. Shu personal xizmatlarda
soliq imtiyozini qaytarish degan xizmatimiz bor. Knopkani bosish bilan o'zi to'g'risidagi ma'lumotlar, farzandlari to'g'risidagi yoki shu ipoteka krediti bo'ladigan bo'lsa, shu to'g'risidagi ma'lumotlarni avtomatik shakllanadi. Yana bir narsa bor, u yerda yuqorida aytib ham o'tdim. U yerda shu integratsiya qilish jarayonida oliy o'quv yurtidagi ma'lumotlar ham avtomatik shakllanadi. Hozir biz ana 2107 nizomda shu 17-bandida bor. Deklaratsiya taqdim etish bo'yicha qanaqa hujjatlar taqdim etiladi. Bu yerda shu ikkita turdagi hujjatlar taqdim etiladi. Birinchisi professional olim ta'lim tashkiloti bilan tuzilgan shartnoma, kontrakt to'lov shartnomasi va mustaqil ravishda to'langan to'lov kvitansiyalar. Yana bitta sharti bo'ladi, hozirgi kunda ta'lim kreditlari rasmiylashtirilib oliy o'quvchilarga to'lanyapti. O'sha jarayonda ham bank bilan tuzilgan ta'lim krediti shartnomasi nusxasi biriktirilishi. Endi biz hozir bu jarayonda agar shu oliy ta'lim bilan kontrakt shartnoma tuzgan bo'lsa, o'sha mobil ilovaga imkoniyat qilganmiz, avtomatik shartnomasi raqami sanasi va kerak bo'lsa shu to'lagan summalarni olib kelish imkoniyati qilganmiz. Soliq mobil endi mabodo internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa degan savolni bergandim. Agar shu holat bo'ladigan bo'lsa, soliq to'lovchilarimiz doimiy yashash joyida soliq inspeksiyasiga murojaat qilishadi. U yerda soliq servis xizmatimiz bor. O'sha yerga shu elektron raqam imzoni taqdim etishadi yoki shu to'lov mobil ilovalari, telefonlari bo'lsa, o'shalarni taqdim etish, u yerda yuborib berish imkoniyati bor. Ya'ni shu elektron raqam imzosi bilan hozirgi yuqorida aytgan ikki turdagi hujjatlarimiz, kontrakt shartnomasi va to'lov kvitansiyalarning nusxalarini taqdim etishadi. U nusxalarni shu taqdim etayotgan jamilik deklaratsiyaga biriktirib, doimiy yashash joyi soliq inspeksiyasiga yuborib beradi. Endi mana ayrim ota-onalarimiz shu mobil ilova orqali tezroq va qulayroq bir muhitni yaratish o'rniga inspeksiyaga tashrif buyurishadi. Vaholanki o'sha yerda bir sun'iy navbat paydo bo'ladi va bu ortiqcha asabbuzarlik, deylik boshqa bir tushunmovchiliklarga olib keladi-da. Mana o'zim ham farzandimda o'tgan yili shu belgilangan tartibdan o'tish uchun soliq inspeksiyasiga borganimda juda katta navbatni ko'rdim. Va u yerda ortiqcha o'sha boyaga aytgandek navbat kutishlar odamlarni ozgina nima deydi, charchatib qo'yibdi-da. Shunaqa narsalar qaytarilmasligi uchun ko'proq mobil ilovadan foydalanishimiz kerakmi endi? Mobil ilovadan foydalanish qulayroq. Shu bormagan holatda inspeksiyadagi shu navbatlarni, shu jarayondagi holatlarga shu guvoh bo'lmasligi uchun yoki o'shaga to'g'ri kelmasligi uchun mobil ilovadan foydalangan yoki shu elektron raqam imzo orqali elektron ключi bilan shu hozirgi aytganimizdek my3.soliq.uz sayti orqali elektron xizmatlar portalidagi shu jismoniy shaxsning jami yillik daromad to'g'risida deklaratsiya xizmatimizdan foydalanishlari mumkin. Prezidentimiz tomonidan ko'rsatilayotgan bugungi e'tibor tufayli ota-onalarga qaysidir ma'noda bir yengillik yaratish maqsadida mana shunday tizim joriy qilindi va bu ko'pchilikka maqbul bo'lyapti. Biz buni o'sha intervyularimiz jarayonida, o'rganishlarimiz jarayonida guvohi bo'lyapmiz-da. Faqat bitta o'sha savol tug'iladi ota-onalarda ko'pincha suhbatda bo'lganimizda, hisoblangan soliq to'lovlarini qaytarib olishda ozgina muddat cho'zilib ketyapti. 1 oy deyishadi, lekin gohida 1 oydan ham nima deydi, cho'zilib ketadi va bizni o'sha pulni olishimiz qaytib kartamizga tushishi qiyin bo'lyapti degan savollar ham yo'q emas. Endi hozir bugungi kunda reglamentimiz bor. Shu Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 150-son qarori bilan reglamentimiz tasdiqlangan. Shunda jismoniy shaxsning jamiylik va dastlabki tarzdagi chet el jismoniy shaxs muomalaga qilishdan olingan daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish reglamenti bor. Reglamentning shu 19-ilovasida, 19-bandida taqdim etilgan deklaratsiyalarni 5 kun ichida ko'rib chiqish belgilangan. 5 kun ichida shu soliq to'lovchiga joylarimizdagi mahalla soliq inspeksiyalari tomonidan shu deklaratsiyani ko'rib chiqiladi. Yuqorida aytib o'tilgan hujjatlar to'liq bo'ladigan bo'lsa yoki shu deklaratsiyada ko'rsatilgan summa taqdim etilgan ilova qilingan kvitantsiyadagi summalar bilan bir xil kelsa, kontrakt shartnoma o'sha yilda tuzilganligi to'g'risida hammasi mos kelsa, soliq inspektori o'sha deklaratsiyani qabul qilib beradi. Agar noto'g'ri ma'lumot bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir hujjatlarda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, u to'g'risida ham shu rad qilish jarayonida biz 5-6 ta turdagi rad qilish sabablari, ya'ni shu soliq to'lovchiga shu nima kamchilik borligi to'g'risida shu xabarnoma yuboradigan qilib qo'yganmiz. Masalan, kontrakt shartnoma biriktirilgan emas, o'sha kontrakt shartnoma biriktirilmagan
yoki to'lov kvitansiyasi biriktirilmagan desa, o'sha to'lov kvitansiyasi biriktirilmaganligi to'g'risidagi axborotni unga SMS boradi. SMS xabarnoma boradi. Ro'yxatda o'tgan bo'lsa, muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz O'tdi, degan qabul qilindi. SMS boradi. Shunday. Chunki o'zimiz ham guvohi bo'ldik. Mana siz hozir jami yillik daromad deklaratsiyasi haqida gapirib o'tdingiz. Unda qanday hollarda o'zi bunday deklaratsiya topshirilishi kerak? Jamiylik deklaratsiya soliq kodeksining 393-moddasida belgilangan. U yerda jamiylik daromad to'g'risida deklaratsiyalarga tortiladigan daromad turlari belgilangan. Masalan, mulkiy daromad, moddiy naf tarzidagi daromad, soliq agentida bilan bog'liq bo'lgan, soliq agenti ushlab qo'ymagan boshqa daromadlar, ilm fan adabiyot asarlarini yaratgani uchun muallif haq tariqasida olingan daromadlar bor. Ushbu daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyani agar jismoniy shaxs shu daromadlarga ega bo'lsa, shu yil yakuni bilan keyingi yilning 1-apreliga qadar deklaratsiya taqdim etish. Ixtiyoriy ravishda Ixtiyoriy ham, majburiy ravishda, agar daromadda bo'ldimi, majburiy ravishda taqdim etish kerak. Ixtiyoriy ravishda aytib o'tdingiz, ixtiyoriy ravishda ham taqdim etsa bo'ladi. endi biz xohlaymizmi, yo'qmi, o'sha guruch kurmaksiz bo'lmaganda ayrim fuqarolarimiz yil davomida qilgan qo'shimcha daromadini hech qayerda ko'rsatib o'tmaydi. Bunday hollarda soliq idoralari qanday yo'l tutadi? Mana yuqorida ham aytib o'tdim, shu hamma narsamiz shu belgilangan soliq kodeks bilan belgilangan. 397-moddada shunday tartib joriy qilinganki, agar soliq to'lovchi daromad to'g'risida deklaratsiya taqdim etmasa yoki taqdim etgan deklaratsiyasida noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etgan bo'lsa, soliq organi ushbu ma'lumotlarni o'rganadi. Agar taqdim etmagan bo'lsa, o'sha o'zidagi mavjud axborot asosida, ya'ni hozir bizda tashqi manba ma'lumotlari bo'yicha soliq kodeksining 130-moddasi bor. O'sha yerda organlar tomonidan ma'lumot taqdim etiladi. Endi o'sha organlar tomonidan ma'lumotlarni tahlil qilgan holatda har bir fuqaroning daromadi shakllanadi. O'sha daromadi agar olgan bo'lsa yoki biz o'zimizni kriteriyalarimizni, ya'ni shu mulkiy daromadga, moddiy naf tarzi daromadga yoki boshqa daromadlar bo'yicha olgan bo'lsa, o'sha to'g'risidagi ma'lumotlarni biz integratsiya qilish jarayonida raqamlashtirdik, soliq to'lovchi kabinetiga yuboradigan qilib qo'ydik. Shu soliq inspektori tomonidan o'sha daromad olganligi to'g'risida xabarnoma beradigan jarayongacha shakllantirib qo'ydik. Soliq to'lov xabarnoma deymiz yoki ogohlantirish xati deymiz. O'sha deklaratsiya taqdim etib qo'ying degan xabarnomani beradi. U fuqaro olgandan keyin 10 kunlik muddatda bizga deklaratsiya taqdim etishi yoki shu qanaqadir bir asos hujjati bo'ladigan bo'lsa, o'sha hujjat ilova qilganda holda deklaratsiya taqdim etish belgilangan. Endi deklaratsiyani qanday topshirish kerak, qaysi muddatga topshirish kerak? Deklaratsiyalar 397-moddada bor. Shu yil yakuni bilan 1-aprelga qadar. Har yilni 1-apreliga qadar topshirish kerak. To'lovlari bor. O'sha 1-aprelgacha taqdim etilgan hisoblangan soliqlarni o'sha joriy yilda 1-iyuniga qadar to'lashlari belgilangan. O'zi mana yuqorida biz suhbatimizda o'sha kontrakt summalaridan qaytarib qolinayotgan soliqlarni haqida gapirdik-da. O'zi endi raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu soliq imtiyozlaridan qancha fuqarolarimiz yil davomida foydalanishdi? Joriy yilning 1-noyabr holatiga 348 ming nafar jismoniy shaxslarga 687 milliard so'm deklaratsiya asosida daromad solig'idan imtiyoz qo'llanilgan bo'lsa, shundan 284 ming nafar jismoniy shaxslarga professional va oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish uchun yo'naltirilgan to'lovlari bo'yicha 425 milliard so'm imtiyozlar qo'llanildi. Juda ham yaxshi, ishonamizki, bu tartib albatta bizni ko'rib turgan va hali bu borada ma'lumotga ega bo'lmagan ota-onalarimizga juda qulay keladi va ular ham demak kelasi yilni yanvar oyida demak belgilangan muddatlarda ana shu soliq mobil ilovasi orqali belgilangan tartibdan o'tib o'sha 12%li to'langan soliqlarni qaytarib olishlari mumkin yoki agarda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, soliq inspeksiyasiga tashrif buyurib, u yerda o'sha inspektorlarimiz ko'rsatgan amaliy yordam orqali mana shu jarayondan o'tishi mumkin. Albatta bu boradagi suhbatlarimizni hali davom ettiramiz. Mana jami yillik daromad deklaratsiyasi haqida hali ko'p gapiramiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.